Davroniga mana Yevropa Chempionlar Ligasida finalchilar aniqlandi. Keling dastlab Barselona Inter o'yinidan boshlasak. Inter qanday qilib Barselonani mag'lubiyatga uchratishni yo'lini topa oldi? Birinchi o'yinning o'zida ko'rinib turgan edi. Inter futbolchilari Barsani detallarigacha o'rganib chiqishgan. Har bitta futbolchi, har bitta pozitsiya va unga qarshi chora qo'llanilgan. Va birinchi uchrashuvda tezkor gol ham ko'p narsani hal qildi. Lekin tezkor goldan keyin Barselona qayta oldi. Shunda ham Inter oxirigacha kurashib 3-3 hisobini qayd etdi. Ikkinchi uchrashuvga keladigan bo'lsak, bu yerda albatta Zommerning qahramonliklari, 3 ta fantastik seyvi. Qolaversa Inter futbolchilari har biri oddiy aytganda o'lish uchun tushdi maydonga. Jon jahdi bilan kurashishdi. Va Simone Inzaghi o'zgarishlarni topdi. Hammasini pozitsiya bo'yicha o'zgarishlarni to'g'ri amalga oshirdi. Inter tarkibida Lautaro, Frattesi, Dumfries yengil jarohatlar bilan o'ynaganiga qaramasdan buni maydonda deyarli bildirgani yo'q. Barselona mahorat jihatdan ustunligi sezilib turgandi. Ko'proq hujum qildi, ko'proq tashabbusga ega bo'ldi, to'p nazoratini amalga oshirdi. Lekin Inter o'z vaziyatlaridan foydalandi, gollarini urib ketdi. Futbolda shunaqa, kim ko'p gol ursa g'alaba qozonadi. Albatta bahsli vaziyatlar ko'p bo'ldi, dramatik uchrashuv, umuman Chempionlar Ligasi tarixidagi eng yaxshi yarim final o'yinlaridan biri bo'ldi. Men o'ylaymanki, Interni bu darajada Barselonaga qarshilik ko'rsatishini ko'pchilik kutmagan. Balki Barselonani o'zi ham kutmagan bo'lishi mumkin. Lekin Simone Inzaghi rejali ravishda hammasini to'g'ri bajardi. Parijliklar umumiy guruh bosqichidan chiqishda qiynalishdi, katta qiyinchilik bilan play-offga o'tishdi va finalga qadar yetib kelishdi. Luis Enrique buni qanday uddaladi? Luis Enrique juda qisqa vaqt ichida biroz sochilib ketgan jamoani yig'ib kollektivga aylantira oldi. Shunisiga tan berish kerak. Guruh bosqichini eslaydigan bo'lsak, PSG qiyinchilik bilan chiqdi guruhdan. Va Mbappe davridan keyin PSG endi bundan buyog'iga Yevropa grandlari qatoriga qo'shila olmasa kerak degan fikrlar ham yangragandi. Biroq bu Luis Enriquening mahorati, qolaversa maqsadli transferlar, PSG juda balanslashgan jamoa, himoyasidan tortib, misol tajribali Marquinhosning yonida jismonan bir baquvvat, bahaybat Pacho o'ynayapti. Qanotlarda balki hozirgi kunda dunyoning eng zo'r chap qanot himoyachilaridan biri Mendes. O'ng qanotda balki dunyoning eng zo'r o'ng qanot himoyachilaridan biri Hakimi. Ayniqsa markazda Fabian Ruiz, Ispaniya terma jamoasi safida Yevropa chempioni. Ikkita Portugal bir-biriga o'yini ham o'xshab ketadi. Tashqi ko'rinishi ham, jussasi ham o'xshab ketadi va mobilligi ham o'xshab ketadi. Bir-birini to'ldirib tashlayapti-da. Vitinho bilan Neves. Va albatta tezkor hujum Dembele, mavsumning eng zo'r futbolchilaridan biri, Duye mavsum kashfiyotlaridan biri hamda Xvicha Kvaratskhelia bu o'zini oldingi mavsumda ko'rsatib bo'lgan va PSG uni qishda shuncha pul to'lab transfer qildi. Ya'ni hammasi maqsadli taklif etilgan futbolchilar. Qolaversa zaxiradan ham tushayotganlar, barkalalar deylik asosiy tarkibda tushganda ham o'rnini to'ldiryapti. Dembele boshida tushmadi Arsenalga qarshi. Biroq shuni e'tirof etish kerak, Arsenal ham menga yoqdi. Yarim final yutqizgan bo'lsa ham Arsenal chiroyli futbol ko'rsatdi-da. Odam zavq oldi Arsenalning o'yinidan. Ammo natijaga yo'naltirilgan uslub Luis Enrique'ga yaxshiroq o'xshadi. U taymingni mukammal yo'lga qo'ydi. Kerak payt himoyaga o'tdi, gol urish kerak payt hujumga bordi va shu orqali Arsenalning kuchli jihatlarini yo'qqa chiqardi. U yerda ham Gianluigi Donnarumani e'tirof etish kerak. O'z darvozabonlar katta rol o'ynadi finalchilarning qayd etgan natijasida. Finalda kimning imkoniyatlarini ko'proq yuqori baholaysiz? Mana shu qiyin savol. Chunki imkoniyatlar teng. O'zi umuman bu jamoalar finalga chiqishini oldindan hech kim bilmagan. Hamma El Clasico kutdi, yo boshqa variantlar, lekin bu variantni hech kim kutmadi menimcha. Shuning uchun taxmin qilish qiyin. Mayli, qaysidir intervyuda balki PSG degandirman, hozir Inter desam, qaysidir biri to'g'ri chiqadi. Bu mavsum Yevropa Chempionlar Ligasida eng yorqin o'yin ko'rsatayotgan futbolchi kim deb o'ylaysiz? Men
Pedri bilan Yamal degan bo'lardim. Ko'proq Yamal. Barselona Yevropa Chempionlar Ligasidan chiqib ketganidan so'ng Rafinha, Yamal, Pedri kabi futbolchilar asosiy da'vogar sifatida ko'rilayotganda Oltin to'p uchun endi ularning imkoniyatlari tushib ketadimi? Menimcha yo'q, chunki hozir Inter safida yaqqol Oltin to'pga da'vogar Lautaro bo'lishi mumkin. Lekin u Italiya seriyasini hali yutish so'roq ostida. Paris Saint-Germainda Dembele, ammo lekin u Fransiya chempionati unaqa ko'rimli emas. Shuning uchun menimcha hali ham imkoniyati bor. Qolaversa Rafinhaning bu mavsumdagi natijasi eng ko'p gol, eng ko'p assist, buni unutib bo'lmaydi. Klublar o'rtasidagi jahon chempionati agar juda yorqin o'tib, u yerda bitta yaqqol qahramon chiqib turib o'zini ko'rsatmasa, Barsa uchligi hali ham favoritlar.